Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Bugun bizning tabrik loyihamiz yana bir insonimiz 107-maktabning direktor o'rinbosari Inobat Salomovnaga chiroyli tabrik dil izhorlarini yetkazishni niyat qildik. Bir yuz yettinchi maktabning faxri ustoz Inobat opam, bugun sizga atalgan eng go'zal bayram o'rinbosar bo'lib elga xizmat qilasiz. Mehr bilan har qalbga nur sochasiz. Barcha shogirdlar, qarindoshlar qutlaydi sizni. Ta'zim ila tilaymiz baxt va shodlikni. Tug'ilgan kuningiz muborak, umringiz uzun bo'lsin. Doimo izzatda bo'lib, yuzingiz kulib tursin. Aziz mehribonimiz